Bu videoda ko'rayotgan insonning zurriyotidan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Do'stlar, hozir qaranglar, mana bir ziyoratchimiz bilan Allohning baytida turibmiz aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi barakatuh. Qaysi davlat fuqarosiz? Men fuqaro, O'zbekiston fuqarosiman. Lekin bu yerga kelishim Rossiyadan keldim. Rossiyadan keldingiz, Ha. ha? Bo'larkanmi kelsa Rossiyadan? Bo'lar ekan. Qalbingiz ila chanqog'idingiz birinchi martaligi sog'ingan qalb Ka'bani ko'rganda qanaqa bo'lar ekan? Shunday qalb ochilar ekanki, yig'lab buni mazasini endi kelib turib yig'lagan odam bilar ekanda. So'z bilan tushuntirish qiyin bo'lar ekan O'zi sizga ham. erkaklar ancha-munchaga Yig'lamaydi. yig'lamaydi. Faqat shu yerda maza qilib yig'lasin ekan. Alloh rozi bo'lsin. Qaranglar do'stlar, sizlar O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar Rossiyadan turib Allohning baytiga, Baytullohga kelib umra ziyoratlarini to'liq holatda qilsangiz bo'ladi. Agarda qiziq bo'lsa, agar Rossiyadan kelmoqchi bo'lsangiz Rossiya nomerlarimizga, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsangiz O'zbekiston nomerlarimizga murojaat qilishingizni eslatib o'taman. 18 hamda 26 yanvarlarga shaxsan o'zimizning reyslarimiz mavjud. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Assalomu